Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda botuv sostav qilib divizion o'ynab ko'ramiz. Tuzishni boshladik. Kategoriya yo'q. Qo'ygan mashina, karta type, trending, boshlak. Hujumga Mbappeni bu kartasi yo'q, bo'lmas. Bu kartasini qo'yamiz. Position turibdi, to'g'ri. Harry Kane'da keyin endirik bo'lmaydi. Yaxshi emas. Palmerda keyin yarim himoyaga o'tamiz. Vitinha, Neves va DMFga Declan Rice qo'yamiz. Qanotga Arnold qo'ysammi yoki Ashraf Hakiminimi? Ashraf Hakimini ham qo'ysam bo'ladi, lekin bu qanotga Timber. Ashraf Hakimini olib qo'yib qo'yamiz. Ikkinchi taym tushirish yoki holatiga qarab. Valverde yana himoyaga build up destroyerim yo'q ekan. Shuning uchun build up ismini bilmayman. Borussia Dortmund o'yinchisini qo'yamiz. O'rtaga Manuel Neuer qo'yamiz. Ungacha himoyachilar taxlab olsak. Manuel Neuerni qo'yamiz. Asosiy tarkib. Keyin zaminaga Emilianoni qo'yib qo'yamiz. Xo'sh. Keyin taxlasak, yarim himoyachilardan olsak. DMFga orkestrator kerak bo'lib qoladi. Keyin bu ismini bilmayman. Va Modric kartasi ham zo'r chiqqan shu karta. Keyin hujumchi Barkola, mana shu ham normal karta. Tezliklar bor, dribling bor. Due. Keyin yana bitta kimni olsam ekan? Moiskenni olamiz. Yaxshi o'ynasa kerak, o'ynatib ko'rmaganman. Ikkita o'yinchimda holat degan. Boshladik. Divizionga kira olamiz endi. Divizionga kira olamiz. Let's go. Raqib tanlaymiz. Vaqt. Asta tanlaydi endi. Ungacha bu narsani to'g'rilab olsak. O'yin ichidagi ovozlarni ham kirdi. Barselona ekan. Barsa Gold. Tarkibga qaysi holatda turibdi degan shuni ko'rib olaylik birinchi. Palmer. Hakimini tushiramiz. Moiskenni tushiramiz Harry Kane o'rniga. O'ynamasak endi Harry Kane o'rniga. Mana shuni tushiramiz Nikitiyani. Ikkinchi taymga Barkolani olib qo'yamiz. Tarkibga molxona tarkib bo'lyapti-ku. Shundan yutkazib qo'ysam endi.
Kirsaydi tezroq. Xo'sh. Yo'q, kirmay ketdimi? Boshlandi. O'rtasi olayotgan turar ekan. Kim boshladi o'yinni? Ko'ramiz, kim boshlay berar ekan. U boshlar ekan. Orqaga. U xato Nevesh. Raisga, Vitiniyaga. Vitiniya alaydi. Keyin Tember. Aylanamiz. Kafa olib qo'ydi. Voy, u to'g'ri kelibdi. Tep. Shtraf. Qizil. Sariq ekan. Shtrafni kimga deb turamiz? Mbappe yaxshi tepolmaydi. Rays bor. Raysga tepa. Uralarkanmi golay bu zarbadan. Bo'lma. Gol köşeye soqol. Rikoshet bilan. Zico style qilamiz. Zico videosi ko'rgandim. Chaqiramiz. Bunga tashlaymiz. Aylan voy olib qo'ydi Eden Hazard. Qarshi hujumga chiqib ketdi. Van Dijk qutqardi. Nevesh, Raisga, Ashraf, Nikita Ashraf. Bo'ldi. Apatishlar ko'p qoldi. Nevesh orqaga. Bunaqasiga pas. Neymar Blitz teppasligi kerak, tepkizmaslik kerak. Nevesh zo'r o'ynadi. Raisdan pas yana. Pastlashlar uncha yaxshi bo'lmayapti. Denelson ichkariga. Qish. Noyerdan yana. Oldinga. Vitina Rais, Vitina o'za qaytaramiz. Nevishga. Qish ketib qoldi. Orqaga. To'g'ri. Tep bordim degan. Yakka. Mbappe gol. Bitta gol urib oldik. Endi bemalol Sashashi o'ynasak bo'ladi. Xato qilmasak bo'ldi. Orqaga. Xato qaytarib oldi. Vitiniya. Sal erta tashlab qo'ydim-da. Oldinga Tember. Aylanib olamiz. Vitiniya o'tib ketdi. Temberdan cross. Mbappe bu kaltada. Hazard, Neymar. Yulduz bu Blitz bunga tep turmas. Qaytar. Himoyachilar nima qilyapti? Endi boshlanadi yana. Bir. Aylanib olamiz. Raisga. Bunga. O'tma. Xato qildim. Shunday vaziyatda gol urolmayman. Nevesh. Men gol. Birdan javob qaytaramiz. Yaxshi teparkan. Orqa tortamiz.
Vitiniyaga noto'g'ri pas tashlamda. Vitiniyaga yana qaytarib berdi. Mbappega borish kerak edi pas. Neymar Blitz. Ashraf Hakimi bitta goldan saqlab qoldi menimcha. Ikkinchida ham qanaqa o'zgarishlar qilsam ekan? Arnoldni tushirsammikan? O'ynatib ko'rgan muxtash kartasini hali. Foto kartasini. Barkoliyani tushiramiz birinchi. Masalan, ham dahshat o'ynaydi. Statistikalar normal. Finishinglar bor, tezlik, acceleration 95. Вообще kuchli karta. Arnold tushirmoqchi edim men. Raqibni tarkibga qaraymiz. Multixona taktika Arnoldni tushirsammikan? Yana tushiraman. Ikki-bir. Aylanamiz. Van Dijkka, Vardaga, Vardadan bu tarafga. Xato. Yaxshi qilmayapti. Rice, Barkolya. Man aylan. Voy. Sal qoldi. O'tib ketishiga. Nima qilmoqchi ekan endi? Endi boyagini tushirsak bo'lsa kerak. Sal qilmoqchilarni to'g'rilasak. Bu normal o'ynayapti. Statistikasini ko'rib, normal ekan. Tezliklar bor. Qayerdan kelib qoldi bilmayman. Buni tarkibga qo'ymagandim. Qolib ketgan bo'lsa kerak. Ana Alexander Arnold qanday o'ynaydi ekan? Arnold. Rice'dan ichkariga chiqarib beradi. Sal kuchsiz bo'lib qoldi. U paytda Rice. Qanaqa ishtirdi? Suydi. Bo'lmaydi. Yaxshi. Oldinga pastasha. Ichkariga. Yana Noyer o'z joyida. Oldinga tashlaymiz pas. Arnoldga qaytaramiz. Darwin Núñez. Pastda lekin. Nima bo'ldi? Qanday o'tib ketdi hozir? Like bo'lyapti. Yana boshdan boshlash kerak. Vitinha, Rice, Vitinha, Barkolya, Vitinha, Moiske, Momara, Ashraf Hakimi, Vitinha zo'ralladi, Barkolya, olib qo'ydi. Barkolya, Vitinha, Barkolya. Bo'lma. Gol bo'lma. Qarshi hujumga chiqib ketyapti. Past qara. O'yinda bilmaydigan odam ekanda, menga o'xshagan. Yana pasim qaramaydi. Nevish. Молодец, Nevish. Mbappe. Молодец, Ashraf Hakimi. Yana noto'g'ri pastlasham. Shoshib qo'yibman-da. Voy, o'tmabdi. Rice. Patkat dahshat bor. Normal zo'r patkat tashlab. Voy, qochib ketganman.
Ochib ketadilar. Vaqt ham qoldi. Bitta hujumda yo'qamiz. Молодец. Rice Barkoliga. Nima bo'lyapti? Barkoli o'tma Barkoli. Ashraf tez. Etqan o'tmadi. Hamilton pas. Omar. Ana o'sha xato qilib berdi. Akakanam. G'alaba olib ketdik. Oxirgi daqiqada. Yutdik. 3+ qo'shib ekan. Aytgancha ertaga divizionlar tugaydi. Yangilanish keladi. Ertaga Showtime, Big Time kelishi mumkin. Katta yangilanish bo'ladi ertaga. Oydi boshida. Ko'ramiz qanaqa yangilanishlar bo'lar. Ertaga Yamal foto kartasi keladi, shuni tushirib olish kerak-da. Shu bilan video tugadi. Bundan keyingi videoda qaysi komanda yoki terma jamoani tarkibini tuzib video qilay. Kommentga yozib ketinglar. 100 ta like yig'sa, keyin kommentda eng ko'p yozilgan komandaning tarkibini tuzib divizion o'ynab ko'raman.